Ikkinchi jahon urushi vaqtida shunaqa voqea bo'lgan, ya'ni samolyotga amerikanskiy samolyotlar urushga borganda o'q tegib qaytib kelgan samolyotlarni, masalan, o'q qayerga tegadi? Qanotiga yoki dumiga tekkan samolyotlarni nima qilgan injenerlar? Keyingi safar o'q tegsa, mana shu yerdan o'tmasin deb, mana shu joylarini, qanoti, dumini mustahkamlayvergan. Lekin ular mustahkamlab va zo'r qilgandan keyin ham urushga borsa, bu samolyotlar ham qaytmagan. Undan keyin o'ylagan, nimaga endi biza faqat bular qaytib kelmayapti, keyin lutchi balki qaytib kelmayotgan samolyotlarni o'rganish kerakdir. Nima uchun ular qaytib kelmayapti? Qaytib kelmaslik sababini bilgandan keyin, ya'ni e'tibor beringlar, samolyotlarni oldiga, mana shu old kabinasiga o'q tegsa, samolyot qaytib bormas ekan. Shuni aytmoqchimanki, hozir atelyeni yutuqlarini gapirayotgan, hozir masalan hamma biznes dizaynerlar, yutuqlarga erishganlar, bular mana bu o'zi mustahkam bo'lgan samolyotda, lekin qaytib bora olmayotganlarning muammosi bor. Chiqa olmayapti ular. Ya'ni mashhurlikka chiqa olmayapti. U muammolar haqida hech kim gapirmaydi. Ya'ni bular mana yutqazilgan, mana hammamiz nimadandir erishgan odamdan biza vdохновение olamiz. U o'rgatgan narsalarni o'rganmoqchi bo'lamiz-da, lekin bitta narsaga e'tibor bermaysizlar. Mana bu yerda shuncha pul tikib ateliye ochyapti, shuncha qobiliyatli qiz, shuncha rivojlanyapti. Lekin nimaga yopilib ketyapti bu? 10 tadan 8 tasi yopiladi. Lekin hech kim uni og'rig'ini o'rganmaydi. Hammaga mana bu qaytib kelayotgan samolyot qiziq. Bugun sizlar bilan mana shu yiqilganlar nima uchun ucha olmaganini o'rgansak, mana o'shanda o'sha Avram degan injener bo'lgan, o'sha samolyotni o'rganib, oldini mustahkamlagandan keyin bu samolyotlar qaytib kelishni boshlagan. Hozir sizlar bilan biz ishimizga oladigan bo'lsak, mana shu hech kim e'tibor bermaydigan jihatlariga bugun diqqatimizni qaratamiz va bugun shuni o'rganamiz.